Özdava sağlamlık bilimleri. Özdava sağlamlık bilimleri. Çamgır suyda bu yerlerini jursanız önümü karamet. Çamgırның tabiati höl soğuk bolup, çamgır kökrekni boş tuş, iştahani içiş, suydik haydaş, zahar qaytırış, yürek, jigar, börek, öpke ve baxni küçeytiş, mani köpeytiş, semirtiş qatarlıq rollarga ega. İşiltish usulü. Çamgırның suyunu iste'mol qilsa, qerishni kechiktirdi. Jigarning to'salg'ularini ochdi. Çamgırның suyu bilan chashni yuvib olsa, chash tushishning oldini elib, chash o'stirdi. Qaynatilgan çamgır suyida yuzni yuvib olsa, yuzdagi dog'larni yo'qotdi. Çamgır suyu bilan yalluqlangan o'rin va bo'g'imlarni bir mazgil yuvib olsa, yalluq qaytirdi, og'riq pasaytirdi. Çamgır suyuga zaytun yog'i qo'shib, kuyikka surkab olsa, yaxshi manfaat qiladi. Çamgırni go'sht bilan pishirib yesa, umumiy badanni quvvatlaydi. Çamgırni qaynatib suyini ichib olsa, bo'g'im og'riqiga, qichishqoqqa manfaat qiladi. Çamgır chechkidan gulqand tayyorlab iste'mol qilib olsa, yo'tal to'xtadi, ishtahoni ochadi, ko'zni ro'shan qiladi. Çamgır urqini qaynatib suyini ichib olsa, suydik haydaydi, ish surishni to'xtatadi. Çamgırning o'tirisini o'yib, bir qo'shiq qora shakar silib, ustini chini bilan yepib, qaynatgandan keyin shakar erib, suyi yig'iladi. Mushu suyini kunda 3 qitim, har qitimda bir qo'shiqdan ichib olsa, o'pka tuberkulyozga va mag'dursizlikqa manfaat qiladi. Çamgır savza har biri 20 gramdan, tuxumdan 2 dona, qo'y go'shtidan 100 gram, zanjibil qarmushdan 10 gramdan, tuzdan muvofiq miqdorda elib, qo'y go'shti, savza, çamgır va zanjibilni nepiz to'g'rab, qarmush bilan birlikda muvofiq miqdordagi suvda qaynatib, ustiga tuxumni cheqib pishirib, oxirida tuz bilan ta'mini tanshab, kunda 1-2 qitim issiq holatda iste'mol qilib bersa, kunda 1-2 qitim issiq holatda uda bir necha oy iste'mol qilib bersa, oziqliq to'liqlab, umumiy badanni quvvatlaydi, tug'maslikqa manfaat qiladi. Özdava sağlamlık bilimleri. Biz bugün kolanın biz bilmaydigan acayip 6 xil karameti bilan tanışıp çıkımız. Kola içişinin ziynini köpçülükünün hammasi biladi. Ama kolanın alayda 7 xil önümü bağlıqını bilemizler. Birinci, zukamni yaxshilaydi. Kola zanjibil qayniqi ise zukamni davolashga foydasi bor. İkinci, ko'ngli ilishni pasaytadi. Ko'ngil ilishqanda kolani aldırmay içib olsa, ko'ngil ilishni pasaytishga yordam bor. Üçüncü, chashni bo'yatgandan keyin rangi bak qiyniq bo'lib ketsa, kola bilan chechini yuvganda chashning rangini suslashtirg'ili bo'ladi. To'rtinchi, choy chaynikiga liq kola to'kib, bir kun qo'yib qo'yganda choy chaynikining ichidagi choy deg'ini pokiza chiqarib atkili bo'ladi. Beshinchi, kola bilan pomidor qiyamini tang nisbatda aralashtirib, kabobga surkab ondan pishirganda kabob intayin tamlik pishadi. 6. Tish cho'tkisini kolaga ozroq chilab, zibu-zinnatlarni tozalaganda zibu-zinnatlardagi dog'larni tozalab chiqarg'ili bo'ladi. Ammo marvoyit qatorliq zibu-zinnatlarni bu usulda tozalashga bo'lmaydi. Sog'lomlik elchisi Özdava.